Hormang qo'shni. Yaxshimisiz? Kelin olib sizga olchimadingizmi deyman-da. Ko'chadan o'zingiz supurib yuribsiz. Navaram kechasi bilan uxlamay chiqdi. Mazasi bo'lmay. O'zim kelinimga ruxsat berdim. Bola uxlaganda ozgina o'zingiz dam oling deb aytgandim. Meni kelinim bilan sizning nima ishingiz bor? Mayli. Shunchaki yetdim-da. Chiqinglar. To'g'ri. Odamlarga hayronsan. Nodira, bo'ldi. Ishni to'xtating. Ish hech qachon tamom bo'lmaydi. Eringiz kelishiga ozgina vaqt qoldi. Tez borib chiroyli kiyimlaringizni kiyib chiqing. Oyijon, ishimni qilib bo'lmadim. Qolgan ishlarni o'zim qilib qo'yaman. Bilib qo'ying shuni. Erkak kishini hech qachon yor hid bilan kutib olish kerak emas. Xo'p bo'ladi, oyijon. Darrov bora qoling. Ona, assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolam. Yaxshi keldingmi? Yaxshi, ona, siz nima qilyapsiz? Keliningizga aytsangiz, shuni kelingiz o'zi qiladi. Yo'qatdi. Kelinni nimaga olgansiz? Kelinni sen uchun olganman. Xizmatkorlikka olmaganman. Nodiraxon tayyor ovqat pishirib kirib ketdilar. Tinch oilalarni buzmagin bolam. Bor, uyga kirib kiyimlaringni almashtirgan bolam undan ko'ra. Kelinni o'zi uchun xizmatkor qilib olgan qaynanalar. Kelin sizlarni shaxsiy mulkinglar emas. Oilaning tinchligi birinchi o'chirtda qaynanaga bog'liq. Shundaylarmi? Qaynana qaynamasa, kelin aynamaydi. Shuni ikki quloqinglar bilan eshitib olinglar.